Golyang qechib ketayotgan Savsoning oldiga, ya'ni Huarong dağıga Guanyun avatib Savsoning qechib ketishidek bir xatolikni o'tkazdi. Unda qolsa Zhugolyang rosttilmishiyat xatolashdimi? Unda emas. Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uchparchalarni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Savso Chibijingda yengilib qechib ketayotgan vaqtda Huarong dağda Guanyunning to'sishiga uchraydi, ham Guanyun uni qo'yib etib Savso hayot qoladi. Agar boshqalarni avatgan bo'lsa, Savsoni o'ltirib etalaydi deb nurg'un kishilar nimishqa Jowyunni yoki Jangfini avatmaydi. Agar shularni avatgan bo'lsa, bu Savso o'lgan bo'lsa, hammish oxirlashadi deydi. Sizcha rostila oxirlashamdi? Undaq emas. Amaliyotda Zhugolyang bundaq bir nechta turli ishni o'ylagan. Buning birinchisi nima degan vaqtda shu ahvolda, shu vaqtdagi sharoitda Savsoni o'ltirib etishga bo'lmaydi. Chunki Savsoning amaliy kuchi nihoyat yuqori. U mag'lub bo'lgan bo'lsa, uning ya'ni yurtida yani şu Veydöl'de nurgun leşkerleri var. Yani qaytadan kasib bo'ladi. Agar Savsoni Zhugolyang yoki Guanyu o'ltirsa, Savsoning bolasi Saupi qatorliqlar hech nimaga qaramay, shu Liubi shu davlatdagilardan o'chilish mumkin. Ikkinchi sabab bo'lsa, Guanyuni mushundaq bir xatolikni sodir qildirish orqali uni boshqarmoqchi bo'lgan. Chunki Guanyuni Zhugolyang azaldan boshqara olmaydi. Bu Zhugolyang itoat qilmaydi, nihoyat hakavatda. Mushundaq bir xatolikni sodir qilish orqali Zhugolyangning oldida uning tilini tutib qolmoqchi. Shu sababdan bundan keyingi janglarda Guanyuning iqtidoridan to'liq foydalanmoqchi bo'lgan. Shunga bu qatimqi Guanyuni maxsus Huarong dağıga bag'uzish, Savsoning oldini to'sish Zhugolyang oldin planlagan bir tadbir, ya'ni plan deyish bo'ldi. Agar siz buning qo'shilsangiz, Astikin kasayiniga alt raqamini qoldirib qo'ying. Texnik ko'p mazmunlar qiziqsangiz, ayrim kanalga uchirib